Olasizmi? Assalomu alaykum. Biz hozir Chustda Sabzor mahallasiga keldik. Hozir 3 talik apparat olib kelganmiz. Sizlarga ko'rsatamiz. Bo'pti. Tayyor mahsulot, qoliplari, hatto stanovlari ham sotuvda bor. Bemalol aloqa qilish bo'lasizlar. Bo'p. Assalomu alaykum. Bizni zoyoqanda turib qo'llab-quvvatlab kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana bu yerda ko'rsataylik. Beroq bitik. Gangyamiz. Non markazi. Albatta Namangan shahar Chust tumaniga biz sizlarga har doim reklama qiladigan apparatimizni olib kelganmiz. Bu yerga endi hozir ishlatib bergani kelganmiz, qadrdonlar. Endi hozir kirib nonxonani yo'nalishlarini, non yasash jarayonlarini ko'rsatib bermoqchiman birma-bir. Xohlasa sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, hozir bu non markazida necha xil non bo'layotgan va nima qilishayotganligini barchasini video orqali ko'rsatib boramiz. Qani yur. Olaylik, oka. Ular uchun. Ana ichine. Mana shu o'tga qo'yildi. Hormon, so'msizlar, yaxshimisizlar, so'msizlar. Bu beda qana bo'lmasa hozir mashina to'xtatib olsak-a, ishga solsak. Xo'p, hurmatli qadrdonlarim, bu yer Chustda qaysi joyi usta? Shahar o'zi Olmos ko'cha deydi. Olmos ko'cha. Sizlar Namangandan kelishgan. Joni, sog' bo'lsin. Bag'am Namangandan hamma? Hamma. Olmosda. Ben solma çatı var. Sizden ne oldu orada? Bizda 7 xilgacha non bor. 7 xil. Bu yerda Chustli ham juda ko'p pishib kuzatadi. Aka, bu yerdan olib sotishgan non berasizlar. Ha, endi bundan bariga beramiz. Endi apparat unda. Bundan o'tsa qana o'tamiz aka? Bu tomondan o'tadi. Obunachilar yurishi u tomondan o'tib bir nonlarni ko'rib, bir har xil bo'lganda olib sotsalar ham bo'ladi. Namangandan kelishgan Namanganli zimla ustalarimiz. Qani yuraylik. Tomondan tarafdan. Keling. Kaptan bino o'zingniki ekan-da, usta? O'zingizniki da. Yo'q, arendaga olingan. Qani, qabul fikringiz-chi? Bu neçiz gramla bile usta? 290'lik. 290. Uzatırız usta, konuşacağız. Tamam. Nokta şekilde anons ediyor. Üstü yok falan. Üstü non. Doğru. Hurmatli kuzatuvchilar, mana akamiz tinmasdan onda sabit tutdilar. Bag'in apparatda yasallar aka. Alloh qo'ysin. Ya bu siz bilan bizni qo'yamiz qolamiz xohlasa. Ama buni uyasidan joyi yo'q. Gar necha yildan novchilik qilasiz? Bizga o'zlar qo'takan. Necha bir 20 yildan o'tdimi? Masalan, hurmatli bizni kuzatuvchilar, bu yerda chiqayotgan nonlarni mana qanaqa nonlar ham bor ekan, mana qarang. Do'patir. Mana bular Gulda. Namangan shahar Chust tumanida hozir. Mana bu qanaqa mana bu? Yo'qlaymi bu ham? Yo'q. Qancha yo'q tushgan, sut tushgan bunga? Endi shu. Ha, endi soladi-da. Chekkasi 2 xil jimjimada chiqayotgan. Televizorni to'ldirgan ekan bu. Bu go'shtni nonga yasayapsizlar. Ha? Bizda obunachilar so'rashadi. Mana qadasidan ham qo'ysak, orqasi qurib qolmaydimi deyshadi. Albatta mana ko'ringlar. Umuman qurimaydi.
Ham zo'r. Orqasi yaxshi kelyapti aka mashinada. O'g'lining zo'rligini qaraydi. Qanaqa udobsan zo'rligini. Maza qilib ishlaydi oxiri. Qanday ishlaydimi bittasimi? Hozircha bitta, ha? Qarz o'zida. Ha, bravo. Propan. Yo'q, bitta agar sir bo'lmasa bitta propanni chiqib ketyapti. Bravo. Stop qopgacha. Qo'rqoqgacha. Sanma. Masalaga aytganda mana o'zimizni dalili. Biz 4 qop 5 qopgacha xotirjam yetkazib olamiz. Endi kuzatishni davom etsanglar, barga apparat o'rnatish, lentali apparatni o'rnatib beramiz hamda o'zingizlar ko'rib bahoni kommentariyada qoldirasizlar. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, to apparat o'rnatganimizda bu necha gramm usti? Ha, usti necha gramm mana? 290 grammli nonni yasam ko'rsatib berib turamiz bunachilar. Qarang. Qarang. Mana narsani nimaga deb o'ylashinglar mumkin. Bu ham yo'yib beradi, ham go'shini bir xilda qilib beradi. Qaranglar, o'rtasini ham bir xilda qilib. Qarang. Mana bu narsada yasalishi yana ham oson bo'ladi. Mashina yasab turib ham bossangiz ham bo'ladi. Go'shini bir xilda qilib. Ovozi rejimdan bo'lsa, buni qilmaydi. Güzel, resim almaz. Güzel. 100 TL kattadanmi? Misal ovoz chiqadi. Bunaqa katta qo'pol emas qanday ham. Gel, problem nede? Bize 2 Mart'ta ne öğrenmek için? Kulağım oraya kolay, kullanıyorum. Hop. Apparatni ham mana aktiv olindi. Qo'li bilan bu yerda hozir ko'p bo'lib kelgan ekan. Bu yerda hamma qo'lini o'zingiz zakaz berganmi deysiz usta? Nereye? Ko'proq. Asosiy qilinganligi uchun-da endi bu. Masalki bir o'rnida asosiy ma'lum kelsa uchun. Hop, hozir yana alohida chekish qatdami deyni ya? Mo'shada chekish borda. Yo, bor. Ha, mo'shada bor. O'sha siraga bo'lsa keladi dema, ha? Bunlar qo'yilsa ham da cheki bo'lib yana faqat qo'yilmaydi. Kompressordan keyin yaxshilangan qani? Kompressor yana uyaradi. Ko'p turadi.
Bu 200 gram bu usta. 290 ha? Mana, hozir yasadik. Avra to'rtinchi yasalganmi? Chala ekan bu. Ha, shu chala ekan o'zi buni. Yo'q, sunmoqda. Tushlik baba. Zo'ni sal chala ekanmiz o'zi. Bu yana ham zo'r tinadi-ku, tindirib chekarasizlar, tindirib. Katta yozib. Shuni olinadi-da, yopilaveradi mana. Hozir sizlarga biz non yasashni o'rgatamiz. Bo'pti. Hop, hurmatli bizni kuzatuvchi, hurmatli obunachilar, menga sog' bo'lsin. Ha, yasalayotgan nonni ko'rdinglar, xudo xolasa. Sizlarga ham sizlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol orqaga chiqishinglar mumkin. Shaxsan borib, o'rnatib, berib kelaman. Shaxsan o'zim. Obunachilar, qo'llashda davom bo'laylik. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling. Bo'pti.